Pudra temasiga qaytamiz. Men bu pudrani lichno aytaman, вообще mensimasdim Laura Mercier pudrasini. Lekin ishlatib ko'rib bildimki, to что 12 soat stoykasi kerak bo'lsa, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Yog'liga, quruvga вообще идеально turib beradigan pudra ekan. И плотность darajasi Chaneldan ham плотный. Chanel более натуральный finish bo'lsa, bu немножко плотный beradi. Ya'ni siz buni bunaqa nima deydi? Naturalniy effekt beradigan tonalkalar bilan ishlatsangiz, bu плотныйroq turib beradi kojangizda и стойкий turib beradi, потому что матовый. Kстати, девочки, ko'pchilik bor bizda kushon sevadigan. Dior brendida mana bunaqa kushoni bor. Bu kushonni sostavida qaranglar, SPF bor. Buni ishlatsangiz sizga SPF kerak emas, chunki bu ichida tonalkasi, pudrasi, SPF bitta, ya'ni 3 tasi bittada bo'ladi. 3 tasini bittada ishlatasiz, и buni ichida zapaskasi ham bo'ladi. Вообще barakali, и umuman tugamaydi desam ham bo'ladi. Вообще zo'r narsalar. Qizlar ishlatib ko'rishni tavsiya qilaman. Если у вас это жирная